paxtadan kirgan kirimlar 3910 yuan bo'ldi. Nurg'un dehqonlar 10 oylikdan bo'lib birlashib, avtomobil savdogarlari bilan aloqalashib pikap setib oldi. 2004-yili Santana markalıqdan yuqori darajalik pikap setib olganlar 400 dan oshdi. Voy, Tursun Şacanlar. Va shuni bir açmoqchidoq bir artiqchilik bir amal qilib bersangiz. Va paxtalar bak ushlab ketdi. Aqlma. G'ofur Ahmad bir oddiy dehqon. Buni uning oilasi Namrat edi. Tapqan tagini bir oila kishilarining qo'sqig'ili ketib, pulmi ishinolmaydi. Keyin u yuraklik bilan bankadan qarz elib, qaqasliqda 800 moya o'zlashtirib, hammasiga kevaz derdi. 2003-yilda G'ofur Ahmadning sapkirimi 1.200.000 yuanga yetdi. Baldaq ish ketib berdi. Shuning bilan birga mashinadan 4 ni olgan. 2 ni sotib, 2 ni yangi ishlab qo'ydim. Başlıq, paxta, çarvıçılıq, meyve-çevidən ibarət 4 çoğun bazı quruluşu aktiv ilgiri sürüldü. Xas yezigiligi, muassasalik yezigiligi, yuqori unumlik yezigiligi zor kuch bilan taraqqiy qildirildi. Yuqori sapaliq ixtisosliklar yezigilik ishlab chiqarishiga o'zini beg'ishladi. Tangirtig'ining janubiy va shimoliy rangarang tusga kirib, hammani joyini xushpuroq meyve-chevi hidi qopladi. Bular Şinjanning yezigiligida keyingilarning oldinqilardan eshib tushadigan g'oyat zo'r yo'shirin kuchga ega ekanligini namoyon qildi. Ozodlikdan ilgari Şinjanda maq, sarangi degandek turmush buyumlarimi ichkari o'lkalardan kirgiziladi. Hozir Şinjan o'zining energiya sistemasini o'rnatib qolmasdan neft ximiya sanoati kasb zanjirini kuchaytirdi. Neft tabiiy gaz boyliqini chorlab tekshirish, ichish, foydalanishda mo'l natijalar qo'lga keltirildi. Şinjan neftligi, Tarim neftligi, Turpan qumul neftligidan iborat 3 cho'ng neft bazasi oq-oqidan qurildi. Neft tabiiy gaz mahsulot miqdori mamlakat bo'yicha 2 va 3 o'ringa o'tdi. Neft mahsulot miqdorining eshishi uda 13 yil mamlakat bo'yicha birinchi bo'ldi. Şinjan elimizning g'arbiy qismidagi muhim neft ximiya sanoati bazasi bo'lib qoldi. Polat Tömür sanoati jush urib rivojlandi. 2004-yili Polat Tömür umum mahsulot miqdori 2.330.600 tonnaga yetib, 1978-yildagidan 33 hassa, 1955-yildagidan 352 hassa oshdi. Elektr sanoati jush urib rivojlandi. Tok taqtish miqdori 1955-yildagi 55 million kilovat soatdan hozirgi 24 milliard 400 million kilovat soatga yetdi. Şinjanda qizilin bayliqlarning turi to'liq, zapis ko'p, iç istiqboli nihoyatda parlaq. Şinjanning neft zapisi butun mamlakat quruqliq neft bayliqining 30% dan ko'pragini egallaydi. Sifatlik neftning tarqalishi, zapas miqdori mamlakat bo'yicha oldingi qatorda turadi. Şinjanning tabiiy gazi butun mamlakat quruqliq tabiiy gaz miqdorining 34% ni egallaydi. Ko'mir zapas miqdori butun mamlakat umum zapas miqdorining 40% ni egallab, mamlakat bo'yicha oldingi o'rinda turadi. Bu afzal boyliqlarni cho'nqur qizib ishlab chiqarish Şinjanning butkul sanoat sistemasiga turtki bo'lib, Şinjanda parlaq, yangicha sanoatlashish vaziyatini shakllantirdi. Şinjanni vatanimiz bo'yicha yeri keng, boyliq mo'l joy deyishga bo'ladi. Bu boyliqlar bizning boyliq afzalligini iqtisodiy afzallikka aylantirish strategiyasini yo'l qo'yishimizga sharoit hozirlab, nihoyatda puxta asos sharoit yaratib berdi. Ya'ni boyliq orqali iqtisodni taraqqiy qildirishimizga yo'l ochib berdi. Hozir elimizda energiya, bo'libmi neft, tabiiy gaz nihoyatda qis bo'lmoqda. Şinjan bu jihatda zo'r afzallikka ega. Shunga Şinjan elimizning neft, tabiiy gaz bazasiga aylanadi. Bu o'z navbatida yana Şinjanning taraqqiyotiga zo'r turtki bo'ladi. Biz ishni mushu yerdan, mushu sohadan boshlab o'zimizning sanoatini taraqqiy qildiramiz.
Energiya qis bo'lish gavdlik real masala bo'lib qolgan bugungi kunda 21-asrdagi Jongo energiyasining strategik o'rinbosar rayoni bo'lgan Xinjiangning iqtisodini taraqqiy qildirish Xinjiangliklarning orzusi bo'lib qolmay, davlatning jiddiy ehtiyoji. G'arbning gazini sharqqa yetkazishda Tarimning gazini yetkazish hozir boshlandi. G'arbning gazini sharqqa yetkazishning tayyorligi bitdi. Yaqqa gazligidan chiqqan tabiiy gaz janubiy bugurga yetib keldi. Gaz berishga bo'ladi. ...2004-yili 30 dekabr butun dunyo ko'z tikkan Jongoning G'arbning gazini sharqqa yetkazish qurilishi bitib ishlatishga kirishtirildi. Tarimning tabiiy gazi hayvatlik Tangirtog'i, Changjiang, Huanghe daryolarini kesib o'tib sharqqa oqdi. Jongoning xaritasida bir yangi energiya yo'li ochildi. G'arbning gazini sharqqa yetkazish qurilishi Jongo neftchilari vatanga taqdim qilgan ikkinchi Changjiang, Huanghe daryosi deb ta'riflandi. Bu hayvatlik asr qurilishi xuddi Hasan Husandek G'arbning mo'l tabiiy gaz bilan sharqning kuchli boyligini o'z aro tutashtirdi. Xinjiangning sanoati davr to'lqinida vaziyat bilan tang ilgirlab, o'z qudratini namoyon qildi. Xinjiangning sanoati kelgusida yangi bir avlod markaz rahbarlik kollektivining g'amxo'rligi ostida yangi taraqqiyot to'lqiniga kirgusi. Neft, ko'mir, o'rmon, tatliq suv zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotda kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim boylik. Ko'k osmon, zumraddek suzuk suv, yeşil zarliq hozirgi zamon kishilari talpinadigan xiyoliy jannat. Sijil taraqqiyot strategiyasini yo'lga qo'yish partiya markaziy komiteti Go'yanning muhim tadbiri. Shundaqla elimizning 21-asrga yuzilinishidagi zarur tanlashi. Dengizga jiroq, qum barxanlari bilan o'ralgan suv qiz, klimati qurg'oq Xinjiangda ekologiyalik qurilish va sijil taraqqiyot intayin muhim. Necha 10 yilda Xinjiangdagi har millat xalqi jafoga chidab kurash qilish ro'yini joriy qildirib, tirishib qum tizginlab, ko'chat tikib o'rmon ahyo qildi. Cho'l bayovon va sho'rliqlar buk baraqsan o'rmonda bepoyon salo etiz, xushbaroq mevalik bog'larga aylandi. Xinjiangda yana hasili boyliqdan foydalanadigan yangicha energiya qurilishi tez gullandi. Hozir Xinjiangda tabiat ato qilgan quyosh nuri, shamol kuchi, suv kuchidan foydalanib qayta hosil bo'lmaydigan energiyaning xo'rishi imkon qadar azaytilib, sijil taraqqiyotga yo'l hozirlandi. ...2006 yılı 1. ayda Xinjiang Uyghur Abdunum rayonunun 11. 5 yıllık jirik planı tasdiqlandi. 11. 5 yıllık plan mezgilde devlet, siyaset, tedbir, selinma, ul muassese, kasblarni joylashtirish, ixtisosliklarni yetiştirish jihatlerde g'arbiy rayonning qo'llash salmoqini yana oshirdi. Bu Xinjiangga nihoyatda yaxshi taraqqiyot fursati olib keldi. Kelgusi taraqqiyotda Jongoning eng chong tovar paxta bazasi, muhim yezigilik, chorvachilik va danglik meva-cheva bazasi, vatanning g'arbiy qismidagi muhim neft va tabiiy gaz bazasi bo'lgan hayotiy kuchi urg'ib turgan Xinjiang yangi asrda butun mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim to'rikiga aylangusi. Menimcha ayni yillar bosh sho'ji Jiangzimin aytgandek, Xinjiang bizning g'arbni ichishimizda muhimning muhimi. 21 asrda Xinjiang davlatimizning iqtisodiy taraqqiyotining muhim to'rikiga aylandi. Biz 9-5 yillik planni muzokara qilganda yo'ldosh Liping Xinjiang vakillar o'migining muzokarasiga qatnashib, avval chiqqan quloqdan keyin chiqqan mo'nguzning eshib ketishida Xinjiangga qarash kerak degan edi.
Yo'ldosh Xujintovning bevosita riyosatchiligida tuzilgan markazning 2004-yillik 11 nomerli hujjatiga Xinjiangni g'arbni ichishda muhimi qilish aniq kirgizildi. 2020-yilga borganda Xinjiang mamlakatimizning boshqa qarindosh o'lka, avtonom rayon, shaharlari bilan tang qadamda holliq saviyaga yetish nishonini amalga oshirdi. Shu chaqda biz o'ttirchi ishga ishlab chiqarish umumiy qiymati va boshqa jihatlarda mamlakat bo'yicha oldingi 10-qatorga kiramiz. Bir niyatda bo'lgandilar uyushqili bo'ladi. Uyushqandilar cho'ng ishlarni vujudga chiqarib bo'ladi. Zafar quchib ilgirlayotgan Xinjiang kelgusida texmo gullanadi. Güzel istiqbolga to'lgan Xinjiangliklar texmo iftixorlanadi. 我们新疆好地方啊，天山南北好牧场，戈壁沙滩边良田，积雪融化关农庄。 来自金黄桃花香。